Mini stadion, mana bitta stadion bor sizlarga. To'g'rimi? Halollaring bo'lsa, uni ham olib yana bitta olsin sizlar yoniga joy qoladi. Men ham katta stadion katta stadion qo'ymoqchimiz. Anvar aka, men qarangga sizga iltimos. Bog'chani boshqa do'pay bitta joydan qo'yib bering. Qayerdan masalan joy yo'q, qayerdan quramiz? Stadionni boshqa qoldirib. Joy beraman. Bizlar bu yil olgan budjetga 2 ma'sum qoladi. Lekin ular keyingi stadionni qo'yib, tevarayani urab o'yin yo'qladi. Maktab diyorlar. Maktab kadastr chegarasi ichiga. Yo'q. Terminalning orqasida. Termin xo'jalik yerida joy. O'yla tugagan joy. U juda chakka joy. Bu chakka emasmi? Qaysi? Endi bu qisman Markaz emas-ku. Bu loy Yo'q, ko'chalar. namunali uylar. Bu yerda bir 20 ta faqat. Şu markazdan chet bo'ldik. Şimdi qanday foydalanamiz bu bog'chadan? Uni bizdan urab shu o'yin yo'q, o'yin yo'qlamiz deyapti. Mana boz 2 mavsum qolamiz. Lekin keyingi mavsum biz shuni hammasini mana bolalar bilan gaplashuvdik-da. 1,5 milliard pul olib shu yerga sun'iy yoritish chiroqlarini Qanday yordam shu bo'ladi-da. o'yin yo'qlamiz dedi. endi bog'chani teritoriyasi ham juda katta aka. Bu hazilakam bog'cha emas, ichidagi bog'cha. Iloji bo'lsa iltimos qilyapmiz. Iloji. Uni ham joyida ham ko'ramiz, lekin juda chakka bo'lsa odam qidira olmaydi aka. Bu qisman bo'lsa ham o'rtaga joylashgan. Har bir sizlarni Mana Rustam Hamroyev deganingizni joyini men bildim. Yo'lga tomoni dalani aytib qolyapti. Ma'lumotlar bor o'rda. Stadion chiqadi, stadion chiqadi. Aka mana bu yoq sel tur. Hozir ko'rsating sizlarga. Keling. Bemalol stadion sig'adi aka. Ya gap stadion ishlamasda bu. Bor stadion yo'q qo'yishda. Yo, Anvar aka, bitta narsani. sizga aylantirmay. Yo'q, aylantirib stadion. Sizlar so'rayapsiz. Yo'q, bog'cha stadion quriladi. Stadion buzilyapti-ku, varatalar buzildi. Anvar aka, mana qarang. Bu oldinda o'yin yo'q. Mana bu yerga ko'ryapmiz. Avval bo'ldi. Yo'q, yo'q, bunu qolib qo'ydik. Ha. Bundan bizlar foydalanamiz. Aslan berek. Ya, hozir chegarasini ko'rsating oxiri. U yoqdami? Ha, bemalol stadion bunaqasi hisob o'ynaydi. Bitta stadion qilsa bo'ladi. Bor stadion kichkinagina Undayda. Bu nima? Buni agar bular hozir rozi bo'lsa, rostdan ham biz siyosiy tus beramiz. Bizlar prezidentimizga aytayotgan yugurib turibdilar. Stadionda qanday yuguribdilar? Shu odamni yuziga oyoq qo'yish bu. Siyosiy tusga kiratamiz, kiraversin. Stadion ham shu xalqqa bo'ladi. Yo'q, shunday kattalar bo'ladi. Ya bog'chani oldida qanday stadion qurmoqchisizlar? Mana aka, mana beri oxiri. Mana bog'chani oxirgi chegara chizig'i. Mana bu yerga 3 ta stadion yonmaysa bo'ladi. Yo bo'lsa bitta katta stadion qilsa bo'ladi. Malol bunaqasiga Nasab stadion. Bu bog'cha 100 ga olmishdir bo'ladi. Bu 180 o'rinli bog'chani to'xtatishga asos bo'la olmaydi. Mana videoni Nurdin aka sizdan bu yerda ham olaylik mana. Olyapman. Ikki tomon ham rozi bo'lsin. Xolis yoritaman, faqat qonuniy asoslarda. Mana bu yerda ham ne olib oling. Oldim o'zi. Mana men oxirgi chizgiga turaman bog'chani. Şöyle keling. Mana mashina chiqadi. Bu yerdan bu yerga o'tmaydi. Aka oxiri devori bu. Endi qarang. Devori oxiri. Anvar aka, bog'chadan 80% aholi o'tamon. Siz aytgan joyingiz undanamiz o. Ko'rdingmi bu bog'cha yoki xalq foydalanishi uchun? Ya o juda chakkaga chiqib qoladi. Dala Yo'q, markazdan ham joy topsa bo'ladi. qayerdan topadi? Joy ko'p ekan, surishtirdik. Markazdan ham joy topsa bo'ladi, qishloq Yo markazi. biza 105 yil deganda bitta bog'cha bo'lyapti. Avval bo'lmagan. O'sha ham biz qishlog'imizni markazida bir 100 ga turgani ma'qul emas. Ma'qul, lekin joy yo'q-da. Bu qishloqning oxiri bu yoqda ikkita ko'cha qoldi, tamom. U yoqda aholi kelib bolasini bu yerga keltirib qo'yadi deysizlar. Markazdan nari yoqda 80% u yoqda. Aka, markazda joy yo'q. Bu qishloqning chetidan qanday inshaalloh? Yo, xo'p, eng markazga yaqin eng joyi mana shu to'qqa. Agar qani markazga joyi bo'lsa,
o'sha yerni quradi. Markazda noqonuniy egallab turilgan joylar bor. Daraxt bor, turist daraxt bor yo'lda. Bu to'rist tub daraxtni kimnidir nimasi bilan u Ya, uni biza zaxiraga to'g'irlab qo'yishdi. hokimiyatga zaxiraga qaytarish bo'yicha ham o'zi zaxiraga qaytib bo'ldi ham. Sudda qarori ham bor ekan kunga. Majburiy ijro nima ishlamayapti? Ya, majburiy ijro boyagi noqonuniy qurilish bo'yicha. Yo'q, o'sha sudda qarorini bajarmayapti. U yerda sudda qarori chiqqan ekan. Zaxiraga qaytgan ham. Men hozir borib sizga tashlab beraman skaner. Menga hozir bitta narsada mana yo'lda rekonstruksiya qilib keldik. Bu yerda hozir qurilish boshlanadi, lekin pajarda mashina, tez yordam mashinasi mana shu bolalar bog'chasida bir holat sodir bo'lgan. Necha minutda kirib yetib kela oladi? Mana bu aholi yashaydigan hududdan. Shuni ham hisobga olinganmi? Endi bu ham hisobga olingan. Yo'q, yo'li kengish ochib to'g'ri kirib keladigan yo'l ikkita yo'li bor. Yo'q, qarang, juda katta tezlikda kirib kelish kerak. Ikki mashina ham. U oldin bola yurib chiqadim boshqa. Men hozir ko'ryapman. Mana shu hududda mana o'zim mashinam bilan yurib ko'rdim. Skoriy mashinasi ham, pajarda mashinam, yo boshqa MCS mashinasi ham katta tezlikda harakatlana olmas ekan. Faqat bitta ko'rgan joyim o'sha nizoli holat bo'lgan joyda katta yo'lda bemalol 120 tezlikda kela oladi. Ularga 80 km, 90 km tezlikda katta mashinalarga yurish ruxsat berilgan, yengil mashinalar undan ham tezroq yuradi. Bu yerga Nurdinaga gapingiz to'g'ri, bog'da ham ko'rdingiz bog'da. Ko'rdim bog'da. Qani o'sha Bor. yerda bo'lsa ma'qul edi, agar bog' bo'lmasa. Ha. Eng qulay joy o'sha yer edi. Lekin bog'cha uchun ham juda ajoyib joy ekan. O'zi oldin ham bog'cha uchun yer ajratilgan bo'lgan. 2021-yil ajratilgan. Endi kichikroq 100 o'rinli, 60-80 o'rinli anaga bog'chada, xususiy bog'chaga. Bu qarorlar hammasi bekor bo'lib ketdi. Endi o'rnida bog' bor, u yerga turizmlik daraxt bor. Keyin zapravka bor, propan zapravka. Shunday. 300 metr masofada uzoqda bo'lish kerak, zapravka ham. Lekin siz aytgan joy juda ma'qul edi, u to'g'ri kelmadi shahar soliq normalariga. Sheriki 257 normativlari bilan tekshirdinglar. To'g'ri kelmadi. Endi bu yer eng markazga yaqin joy mana shu yer. Hozir u siz aytgan joyingiz u juda ham chakkaga. Bundan ham chakkaga. Anvar aka, bu bog'chadan erta bir kun bizni bolalarimiz. Ha, xo'p, ayaqqa qurilsa, siz aytgan joyga qurilsa ham bag'dagilar bu yerga borishga majbur bo'ladi-ku. Markazda lekin. Markaz qanday markaz? Markaz asosiy maishiy xizmat hammasi o'sha katta yo'limiz ustida. Hamma maktab ham o'sha yoqda, markaz. Qaysi yerda aytyapsiz? Katta yo'lda yoqasi, markaziy, Shu bog'dan keting, boshqa joyda ayting-da. Bog'da aytmayman. Undan keyin qaysi joyda ayting? Markazda joy bo'lmaydi, Anvar aka. Mana bu namunalik uylar. Kandir kanal tagida. Namunalik uyning orqasida. Kandir kanal. Shunday yo'l. Ya shu razmerda, lekin men juda kattadan ham topa olmadik. Yo'q. Juda katta joy bor. Bo'ldi, hozir borib uni ham bir ko'ramiz. Alvarjon, men hozir kelguncha mana yo'lda qishloq hududi asosiy umum foydalanish yo'lini ham ko'rib keldim. Noqonuniy tadbirkorlik subyektlari ko'p ekan. Yo'lda o'sha xavfsizlik strukturasiga ham ta'sir qilgan joylar bor ekan. Men inspeksiyaga ma'lum qildim uni. Hozir mana avtoyo'lni boshlig'iga ham telefon qilib aytdim. Olib bu yo'llarni ertaga inspeksiya ham kelib tekshiradi, boshqasi ham kelib tekshiradi. O'shaning uchun baribir 7,5 milliardmi open byudjet qancha yutib olgansizlar? Ha? 7 milliard 200 million. Ha, endi shuncha narsani harakat qilib yutib olgan xalq qaysi joy qulay bo'lsa, o'sha joydan bog'cha qurishga haqqi bor. Hokimlik buni sharoit yaratib berish kerak. Hozir siz aytgan joyda ham borib ko'ramiz. Biz lekin ko'rganmiz yo'q. Hujjatlarni ham tekshiramiz. Agar suvlik, tomorqa yerlari bo'lmasa, pожалуйста, o'sha yerga quruvchi mana hech qanday e'tiroz bildirmaydi. Bekapravkasini to'g'rilab, o'sha yerga qo'yib beramiz. Lekin biz tekshirganda mana shu yerdan boshqa joy hammasi suvlik, tomorqa yerlari bo'lib chiqqan. Anvar aka, sizdan bizdan bir iltimos bor, jamoani boshchilik qilamiz. Jamoa. Mayli, kim bo'lsa ham baribir fuqarosi biz uchun fuqaroni biz birinchi o'rinda. Biz uchun shu stadion kerak, sizdan iltimos, imkon qadar shu narsani qoldirib berishingizni Endi so'raymiz. qarang, Nurdin aka. Bunday kamerani bitta buring. Burdim. Men o'sha juda ko'p tasvirlar oldim. Mana chegarasi mana shu yergacha keladi. Mana shu yergacha bu tomondan bunday ko'rsating. bu tomon stadion, bu tomon endi bog'cha deyishyapti. Bemalol. Stadion necha bo'ladi? Endi stadionni har xil. Mana bunaqasiga uzunasi tushadi. Tribunasi. Kelajakda nima o'ylab qilinadi? Ya endi bolalarning texnikasi bor, yosh bolalar nimasi bor. Endi menimcha stadion to'g'ri kelmaydi bu bog'chani oldiga. Sayllari o'tkarilgani shu yerda qarang.
Bu yerda mana bu burchakda faqat futbol o'ynash uchun emas. Navro'z bayramlari, xalq sayllari, chiroyli tadbirlarimiz qishloqda hammasi Aka, shu yerda. bitta narsada Mana. bu yerda ishlayapti futbol deb. Aka, bu yerda futbol o'ynagan joy ko'rmadim. Aka, Futbol yan o'ynagan- to'g'riga qara. Mana musobaqalar o'tkazilgan. Mana mart oyida o'tgan narsa. 1 metr. Mart oyida o'tkazilgan narsa. Ismingiz nima edi? Men Hamzaxon. Qaror chiqqandan keyin aholini hafsalasi pir bo'lgan, qaramay qo'yishgan bu yerga. Lekin agar hozir aytishyapti, agar bizga imkon berilsa, bir haftani ichida bu yerda chiroyli holatga keltiramiz deyishyapti o'zlari. Nurdin aka, bu yerga to'xtam bo'lganiga hali uncha bular aytgan vaqt martdan bo'lgani yo'q bu to'xtam. Yaqinda. Yaqinda to'xtam bo'ldi bu yerga o'zi. Bo'lmasa Nurdin aka o'sha joyda ham hozir ko'ramizda, men uzoq 10 minutga uni aniqlab olaman. Kadastrga tashlab, dekopravkalar nimalarini, koordinatalarini tashlab aniqlab olaman. Suvlik yo ana yerlari bo'lsa, yaylov yerlari bo'ladigan bo'lsa, u mumkin emas. U yo'lni yoqasi yana bitta tomonni aytay, hali avtoyo'lga ham mana xohlasanglar, yoqib qolni ham chaqiramiz. Sababi yo'lda ham xavfsizlik hududi bor. Hali bu joyda juda ko'p qilingan qoidabuzarliklarni ko'rdim. Unga inspeksiya keladi, o'zim bilan keladi. Toshkentni to'g'ridan to'g'ri bilasizlar, nazorat inspeksiyasi bor. Transport prokuraturasi ham shug'ullanadi bilan. Hozir mana bu yo'lda men hayron qolayotganim, mana texnikani qanday kirgizasiz bu yerga? Bu yerga 8 tonadan ortiq transport vositasi ham kirish taqiqlanadi. Объездной yo'lni 2 tona ko'taradi. Qarasho. Zovruzda ham yo'lini ko'ramiz hozir, Zovruzda. Hammasini ko'ramiz. Bu yerga transport vositasi kirib chiqishini ham siz quruvchimi? O'sha joyda Mana bunday transport vositasi kirib chiqish taqiqlanadi, bilasizmi? 710-sonli qaror, 342-sonli qaror, 337-sonli qaror bo'yicha.